Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz qo'ylarni semirtirish uchun ozuqa tanlash sirlari haqida suhbatlashamiz. Qo'ychilik sohasida yuqori natijaga erishish uchun to'g'ri ozuqa tanlash juda muhim ahamiyatga ega. Ozuqa sifati, uning tarkibi va berilish tartibi qo'ylarning o'sishi, salomatligi va go'sht mahsuldorligiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, qo'ylarning yoshi va vazniga qarab ozuqa tanlash kerak. Yosh qo'zilarga yengil hazm bo'ladigan va oqsilga boy ozuqa berish maqsadga muvofiq. Katta qo'ylar uchun esa energiyaga boy yem-hashaklar muhim ahamiyatga ega. Semirtirish davrida pichan asosiy ozuqa hisoblanadi. Sifatli beda pichani yoki turli o'tlardan tayyorlangan pichan qo'ylarning hazm qilish tizimini yaxshilaydi. Shu bilan birga don mahsulotlari ham muhim o'rin tutadi. Arpa, bug'doy, jo'xori, makka jo'xori, bular hammasi energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Ozuqa tarkibida oqsil yetarli bo'lishi lozim. Oqsil mushaklarni rivojlanishiga yordam beradi. Shu sababli kunjara, soya mahsulotlari va dukkakli ekinlardan tayyorlangan yemlardan foydalanish muhim. Qo'ylarga mineral moddalar va vitaminlar ham juda zarur. Tuz, kalsiy va fosfor yetishmasligi hayvonlarning o'sishiga salbiy ta'sir qiladi, yaxshi o'smaydi. Shuning uchun maxsus mineral qo'shimchalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bunga trikalsiy fosfat asosiy. Undan tashqari suyak un ozroq beriladi, tuz beriladi. Suyagini ham beriladi. Bersanglar juda ham yaxshi o'sish, suyagini o'sishi yaxshilanadi. Suv ta'minoti ham juda muhim. Qo'ylar doimo toza va yetarli miqdordagi suv bilan ta'minlanishi kerak. Suv yetishmasligi ozuqaning yaxshi hazm bo'lmasligiga va vazn oshishining sekinlashishiga olib keladi. Ozuqaning bir vaqtning o'zida belgilangan tartib asosida berish yaxshi natija beradi. Kun davomida 2 yoki 3 marta oziqlantirish qo'ylarning ozuqasini yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi. Buni davomini YouTube kanalimda ko'ring. YouTube kanalidagilar oxirigacha ko'rasiz. Yana bir muhim omil ozuqaning sifatini nazorat qilishdir. Mahorlangan, buzilgan yoki iflos yem-hashak qo'ylarning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun har doim toza va sifatli mahsulotlardan foydalanish lozim. Xulosa qilib aytganda, qo'ylarni samarali semirtirish uchun sifatli pichan, don mahsulotlari, arpa, makka, ozroq bug'doy, ozroq kepak, bular oqsilga boy yemlar. Mineral qo'shimchalar, trikalsiy fosfat, suyak uni, tuz va toza suv muhim ahamiyatga ega. To'g'ri ozuqani tanlash orqali qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishish mumkin. Bundan tashqari qo'ylar doim tashqi nazorat ostida bo'lishi kerak. Ana shunda siz boshlagan ish o'zini natijalarini tez kunda berishni boshlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.